Hurmatli obunachilar, videoni boshlashdan oldin yuk furgonimizning narxini aytib o'tib ketaman. Bu Labo mashinasiga izotermik furgon ustunovka qilib berganmiz. Oldindan furchkalar ochib berdik, 12 million so'mga tushdi. Tushtirishi gazi bilan 14 million 800 ming so'mga tushdi. Gazi 2 million 800 ming so'm bo'ldi. Yashiklar ustunovka qilib berganmiz. Kulishdan kirat narsalarni solib berishga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, ideal darajada o'rnatilgan. Yana bunga jon gabaritli chiroqlar o'rnatib berdik. Orqa tomonini pulflanadigan ruchkalardan qo'yib berganmiz. Gabaritli chiroqlar, komfort dugalardan ustunovka qilib berganmiz. Ichki tomonini bir ko'rsatib o'tib ketaman. Ichki tomoni polniy fanerdan apishka bo'lgan. Pollariga finitskiy panel ustunovka qilib berganmiz. Yana bunga yon tomonidan 3-eshikga ustunovka qilib berdik. Bemalol tomosha qilishlaringiz mumkin. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, istalgan turdagi yuk mashinalariga teng xizmat deysizlarmi, izotermik xizmat deysizlarmi bor. Bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi.